Uyg'urlarda milliy ruh mavjudmi? Avtori Mavlon Yasin. Ming bir balo qazokasi o'lmaydigan, bugun g'azon bo'lsa ati ko'klaydigan, o't ko'ymas, sudi oqmas xalqdir bu. Gar yiqilsa biri ming yo'laydigan. Talashlarda qolgan Yusufqa Sojibni, joduda to'g'ralgan mard mutallibni, kitob bilan ko'ydirilgan nimshehidni unutilmasdan öksüp kinaydigan. Dert qalmadi tatmagan, men törilib, üstümizge asman düştü düm kömürlüp. Bu zamanğı keldim bir ölüp, ming tirilib, rizqim baken, şükür mening ras yeydigan. Ming yıllarning köksidi bar tamgı izi, asrlardan yangrab keldi naqshi o'zi, aslida ching bo'g'ash uning yiltizi, toshni yerib chiqib, qish yoz gullaydigan. Xalqim mening Uyg'ur degan janon xalq, düşmaningga yaman, do'stingga armon xalq. Angla dünya, angla bugun, yeni tarix, men musho el o'g'li suyib kuylaydigan. Mo'minjon Hamroyev. Ramzan oylarining oldida Eliburkiti WhatsApp topida Uyg'ur milliy ruh to'g'riliq paranglar bo'lib qoldi. Uyg'ur milliy ruhning mavjudligini mardonligi jush urib turadigan ovoz bilan ishonchisini bayon qilganlarmi bo'ldi. Uyg'ur milliy ruhi yo'qolib ketdi deb afsuslanib, ichinib va umidi uzilib qaynaganlarmi bo'ldi. Uyg'urlarning milliy ruhi besilib qolgan vulqon, etilib chiqadigan fursatni kutib turdi deb ehtiyotjonlik bilan so'zlaganlarmi bo'ldi. Bu paranglar tabiiy ma'noda ruh degan qandoq narsa, Uyg'ur ruhi degan bir haqiqiy mavjudiyatmi yoki xiyoli fantaziyami? Uyg'ur ruhi deganda nimani asliyalaymiz yoki nadin izlaymiz? Uyg'ur ruhi degan bu dunyoda mavjudmi yoki u dunyoning tavalligidimi degan savollar paydo bo'lib qoldi. Odam o'lganda ruhdandan ayriladi deganni anglab cho'ng bo'ldik. Hozirgi ilm fan taraqqiyoti ruhning mavjudligini isbotlab qolmay, bir odamning tenidan ayrilgan ruhning ig'irligini isbotlab chiqa oladigan bo'ldi. Ba'zi tadqiqotchilarning aytishicha, ruhning ig'irligi 21 gram. Buningdan men ajablandim. Tug'ilgan bu vaqt bilan 200 kilo keladigan bir cho'ng odamning ruhining ig'irligi o'xshashmidi? İnsanlar dunyoda o'zining tabiiy xosligining sirtidagi narsani ruh degan so'z bilan ifodalab kelgan ekan. Mening bu ruhni tadqiq qiladigan teologiyadan ancha bilimim bo'lmagandan keyin, hech bo'lmaganda Uyg'ur ruhining tarixiy manbasini va hozirgi mavjudligini izlab boqay degan qiziqish paydo bo'lib qoldi. Hammamizda milliy ruh degan hukmga aniq va mujmal bo'lgan, lekin bu ruh degan so'zni anglagan aman qon tomirlarimizni qisadigan tuyg'u, hissiyat va sezim bor. Milliy ruhga bir qarasak, o'zimizga chaplashib qo'limiz tekkan badanimizning har bir bo'g'im va qatlamlarida peqirab yurgandek qiladi. Bir qarasak, ko'zimiz yetmaydigan, yiroqda chaqnab turadigan yulduzda ko'z qisib, bizni zangliq qilayotgandek qiladi. Bundoq bo'lishi tabiiy. Milliy ruh degan bir davlatning, bir millatning ro'naq topadigan, gullanadigan va rivojlanadigan ruhiy tirgi. Qadimdan hozirgacha bo'lgan barliq voqealarga tafsili qarab baqsaq va tarixiy xotirlarni varaqlab baqsaq, bir millat dunyo millatlar bog'chisida bir dona g'uncha bo'lib ichilaman deydikan, dunyo millatlar mashribida bir o'rin olaman deydikan, tarixning taraqqiyotiga bir has to'kib qo'shiman deydikan, cho'qim bir jonliq milliy ruh bo'lishi kerak. Millat degan o'rtaq til, tupurg'i, madaniyati, iqtisodi, turmush va manfaati, davlatiga bo'lgan muhabbati qatorliqlar bilan gavdlangan bir umumiy birlikni ko'rsatadi. İnsanlarning tarixiga qarab baqsaq, sanoqsiz millatlar urushda yoki ocharchilikda qirilib va yoki assimilyatsiya bo'lib, yoki tabiiy ofatlarga bardosh berolmay, tarixning bepoyon etigiga ko'milib izderiga qolmadi yoki xarobalikka aylanib ketdi. Bu millatlarni biz faqat muzey va tarixiy kitoblarda bayqaymiz. Bugungi kunda mavjudlikni saqlab qolgan millatlar jafo mushaqqat va xatarlarni yengib, tiz bukmas va qat'iy kurash qilish irodasi bilan mag'lubiyatni qalbiga aylantirib gullandi va gullanib yashab keldi. Qanchalik millatlar xuddi Uyg'ur millatidek bir ko'tarilib, bir pasiyib bugungi kunga kelganda choli o'lik bo'lib qoldi. Millatlarning taqdiriga hukm chiqaradigan bu qonuniyatni qandoq sirliq kuch boshqarib, yetaklab va taqsim qilib keldi? Bu sirliq kuchning manbasi zodi nima?
qandaq o'zguchiligi bor, bu sirliq ko'sh qandaq omillar bilan shakllangan, bu sirliq ko'sh Uyg'urlarning taqdirini nega taqsim qilmoqchi? Tegi taktidan olganda, bu sirliq ko'sh bir millatga tava bo'ladigan psixologiya, ideologiya, falsafaviy ideya, tarix, madaniyat, axloq, iroda, niyat, safa, tabiiy xislat qatorliqlarni o'z ichiga olgan va uzun tarixiy taraqqiyotda tovlanib, tarbiyalanib, yo'g'rilib paydo bo'lgan milliy ruhdan kelib chiqadi. Milliy ruh degan bir millatni gullandiradigan ruhiy tirak, hayot asosi, mag'lubiyatdan saqlanadigan angushtar. Mag'lubiyatni g'albiga aylantiradigan yadro kuch va oxirgi g'albiga ishonch iboradigan mador, energiya. Agar bir millatda ko'tarangi, urg'ib turgan jasorat bilan olg'a bosadigan milliy ruh bo'lmasa, qat'iy tavranmas va uyul tashdek mazmut milliy xislat xarakter bo'lmasa, hamma bir niyatda va bir tomchi qiyni qog'icha jang qilishga tayyor turadigan milliy intilish bo'lmasa, dunyo millatlar bog'chisida ichiladigan salohiyati va chachadigan xushpurqi bo'lmaydi. Xuddi yerga tushib, qurib dasilib to'pig'i aylanib ketgan yo'pirmoqdagi yo'qab ketadi. Fransiyada ayol qahramon Joan of Arc 28 yoshida boturlarcha urush qilish jarayonida dushmanning qo'liga tushib, tirik ko'ydirilib o'ldirilgan. 1803-yili Napoleon bu qizni davlat simvoli qilib jakolaydi. Hozirmi Parijda ot minib turgan haykali bor. Joan of Arc va Napoleonlar Fransiyaning milliy ruhi. Fransiya yozuvchilaridan Victor Hugo, Alexandre Dumas qatorliq yozuvchilar va Eiffel Tower, Louvre Mozi qatorliq an'analar Fransiya xalqining milliy ruhi. Bugungi kelganda erkinlik, barobarlik, mehribonlik Fransiya xalqining milliy ruhi bo'ldi. Bu ruh fransiyaliklarda romantik, yumorliq, ehtiyojlik bilan tadrijiy olg'a besib bir jamiyat barpo qildi. Fransiyaliklar Xo'razni davlat simvoli qilishi xuddi Xo'razdek gandikda sivosimi olg'a bosa olamiz deganni ifodalaydi. Amerikaning milliy ruhi bo'lsa demokratiya, erkinlik, ilm-fan va umid. Amerikaning mustaqilligini tiklagan George Washington, Amerika qonunini yezib chiqqan Thomas Jefferson, Amerikaning birligini saqlab qolgan Abraham Lincoln, Amerika xalq harakatining yetakchisi Martin Luther King, amerikalik yozuvchi Mark Twain va Ernest Hemingway Amerika xalqining tavakkulchiligini Hollywood, New Yorkdagi paychiki ko'chisi Wall Street qatorliqlar mana bular bo'lsa Amerika xalqining milliy ruhi. 2019-yili Anqaradagi Otatürk muzeyini ziyorat qilganda Mustafa Kemalning Turkiya xalqini safarbar qilib, tajovuzchilarga qarshi jang qilgan tarixiy ko'rinishni hayvatli rasm va muzikalar bilan nihoyat ta'sirli ko'rgazma qildi. Mana bu ko'rgazmada eng ta'sir qilgani bir turk jangchisi o'q tegib qurbon bo'lgandimi, Turkiyaning bayrog'ini tik tutib yiqilmagan ko'rinish. Mana mushu bo'lsa Turkiya xalqining milliy ruhi. Otatürk xalqidagi mushundaq ruhni harakatlantirib, Turkiyani saqlab qolgan. Bir ulug' milliy ruhi bo'lmagan millatda o'zini qattiq tanqidlash orqali xatoligini tuzadigan iqtidori va ixtiyori bo'lmaydi. O'zining xatoligiga jasur va jur'at bilan obyektiv baho berilmagan millatda ulug' ideya va fikr bo'lmaydi. Bir ulug' ideya bo'lmagan millatda olg'a qarab mangdigan qudrat kuch bo'lmaydi. Bundaq millatni tarixning o'rkashlab turadigan qaynam iqimlar qiqib qirg'oqqa tashlab, qo'zg'ollarga yam qiladi yoki tarixning bo'ron chapqunlari yerga urib yiqitib, qumlarga ko'mib tashlaydi. Men gohi iniq, gohi mujmal bo'lgan Uyg'ur milliy ruhini izlab baqdim. Biz Uyg'urlarning milliy ruhi zodi nada, qandoq ifodalangan? Men tekshirib qarab baqsam, Uyg'urlarning milliy ruhi to'lib toshgan va shuning bilan birga eng ashaddiy dushmanning qirg'inchiligida beshini ko'tarish imkoniyatini izlab qiynalib ketib qolgan ruh ekan. Qaynagan, lekin etilib chiqolmagan vulqonga o'xshaydi ekan. Tangri tog' bizning ota ruhimiz, Tarim daryo bizning ona ruhimiz. Tarim o'ymonligi, Jungar o'ymonligi, Oltay tog'lari, Ming uy bular Uyg'urlarning mustaqil erkinlik va baxt uchun kurash qilib qurbon bo'lgan sanoqsiz qahramonlarning simvoli bo'lib qolmay, Uyg'ur xalqining tiz bukmas, bosh egmas milliy ruhining simvoli. Biz tariximizning 3 o'lchamli keng va cho'nqur davrlarga nazar solsak, to'xtamay bir yurish qaynam toshqanidek va o'limdan qo'rqmaydigan ajdodlarimiz oldinqisi yiqilsa, keyingisi o'rnini besib, o'zlarining aql parasti, maydoni, usul va chora tadbirlar bilan ko'zitish, tekshirish, o'ylanish
va hukm chiqarish orqali yangi davrni yaratib keldi. Oğuzxon, Batur Tangirqut, Bayanchurxon, Buğraxon, Saidiyaxon, Sobit Damullam, G'ini Batur, Sodir Palvon, Lutfulla Mutallib, Rizvongul, Abduxoliq Uyg'ur, Turg'un Almas, Abdurahim O'tkir, Zo'rdun Sabir, Robiya Qodir, Ilhom To'xti qatorliqlar o'zlarining jasorati bilan insonlarga porloq nur chechib, Uyg'ur xalqining o'y-xiyollarining, orzu-umidlarining qaynoq hissiyotiga umid yondirib, o'zi o'tin bo'lib ko'yib keldi. Bular Uyg'ur xalqining jasoratini, kayfiyatini, dilini, qaysarligini yaratdi. Bular Uyg'ur milliy ro'yining yultuzi bo'lib chaqnaydi. Bu qaynam tashqinliq tarix iqimida Abu Abbas Farg'oni, Abu Nasr Farabi, Abu Rayhan Beruni, Yusuf Qas Hajib, Mahmud Qashqari, Alshir Navoiy, Shah Mashrab, Aman Nisaxon, Abduxoliq Uyg'ur, Turg'un Almas, Abdurahim O'tkir, Zo'rdun Sabir, Pasha Eshan, Abdurahim Hid, Sanavar Tursun qatorliq buyuk olim, mutafakkur, shoir, muzikantlar kishining qalbini hayajonga soladigan tarixiy daston, son-sanoqsiz madaniyat yodikorliklarini qoldirib, Uyg'ur milliy ruhini oziqlantirib keldi va bu ruhni 3 o'lchamlik dunyoga tarqitib keldi. Bular Uyg'ur milliy ruhining namunalari va yozma xotiralari. Shu Uyg'ur ruhi Kucharning g'arbidan tortib Buxorogacha, shimolidan Issiqko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan keng zaminda Qorxonlar hokimiyati, Xishi, Yeshil koridorda Kangsu Uyg'ur hokimiyati, Turpan o'ymonligi va uning atrofidagi bir qism joylarda Idiqut Uyg'ur davlati qatorliq ulug' hokimiyatlarni qurib chiqqan. Atillahning qilichi va at-tuyoq izlari Tarimdan Rimgacha zafar marshini qoldirib ketdi. Bular Uyg'ur milliy ro'yining quramtash qurilishlari va gigant tash turuklari. Uyg'urlarning tarixidagi nurg'un nodir adabiyot san'at asarlarida Uyg'ur ro'yi xatlar bilan tizilib, o'ziga xos nurlarni chechib keldi. Bu Uyg'ur ro'yi Uyg'urlarning yozgan she'r, naqsha, adabiyot san'at, hikoya cho'chak orqali tunishib, uzilmas davomlashib ketyapti. 12 muqam shu Uyg'ur ro'yini ulab kelgan bir uzun zanjirdan bishorat berib turdi. Bizning yozuvchilarimiz Uyg'ur ro'yini ajoyib yozmalari bilan bizga meros qoldirib ketgan. Mahmud Qashqari Turk tillar divanida Uyg'urlarning jangovar ro'yini bundoq tasvirlagan. Zulqarnayn Uyg'ur eliga yaqinlashganda Türk xaqoni uningga qarshi 4000 odam avatgan. Ularning qalpoqlarining qanotlari lochinning qanotlariga o'xshaydi ekan, o'qni ot ustida oldiga qandoq otsa kayniga shundoq ustalik bilan otadi ekan. Zulqarnayn bularga hayron qopdi. Bular boshqalarga muhtoj bo'lmay, o'z oziqini o'zi tepib yeydiganlar ekan. Bularning qo'lidan o'q qechib qutulolmaydi ekan. Qachon xolisa shu chaqda etib yelaydi ekan degan. Mamtila apandi qutulish degan marshida Uyg'ur ro'yini mundaq ifodalagan. Sen uchun ey yurtimiz bo'lsin pida bu jonimiz, qutulish yo'lida sudek oqdi bizning qonimiz, qon kechib ham jon berib oxir qutuldirdik seni, qutulishga qalbimizda bor edi iymonimiz. Uyg'ur ro'yidan ansirgan, umidsizlanganlarga Abdurahim O'tkir mundaq ilhom bergan. Qoldi iz, qoldi manzil, qoldi uzoqda hammasi, chiqsa bo'ron, ko'z qumlar, ham ko'milmas izimiz. To'xtamas karvon yo'lidan garchi otlar bak uruq, topqisi hech bo'lmasa bu izni bir kun navrimiz yo avrimiz. Xon tang'irdagi oppoq qarga qarab o'xshaydigan al bo'lgan qo'shin tutgan oq bayroqqa degan Xitoyga Abdurahim O'tkir mundaq deb javob bergan. Darvaqa oq men o'zim, soqol chechim ham yuzim, lekin hargiz emasman sen aytgandek oq bayroq. Tabiitim mijazim oq bayroqqa bakiroq, qalbim qizil cho'g' tutib, qizil tug'ni ko'tarib, ketayotsam mardona naqsham, g'olib yangroq, qaysi yuzing bilan meni deysan oq bayroq. Uyg'ur ro'yi Uyg'ur qahramonlarining ish izlarida, mashhurlarning yozmalarida va aqliya so'zlarida ifodalanib qolmay, o'g'ilchiliklarning xonlaylisida, qashqarliklarning ravoblarida, qumulliqlarning oqboz otim naqsida, turpanliqlarning qo'lg'an karzlarining palampaylarida, xotanliklarning to'qigan gilimida, kucharliqlarning qo'zisining budur terisida tikkan tomoqlarida, tarimni kezib o'tgan karvonlarda, kechsiz suvchilarning etgan naqsida, dehqonlarning xamallarida, to'mirchilarning bozg'onlarida, podachilarning qamchisida,
Kalaharvosining ultanglarida, bozorda tizilgan 86da, navoiylarning to'nurida, oshpazlarning uchig'ida, onalarning allay naqshlarida, qizlar o'ynagan beshtash, o'g'illarning o'ynagan vallaylarda davomlashib o'z ifodasini topdi. Milliy ruh degan bir millatning tarixi taraqqiyotida tavlanib chiqqan ro'yi holat. U irqi, qondoshlik, yashash usuli, tarixi madaniyati, falsafa ideyasi qatorliqlardan tavlanib va yig'ilib aylangan madaniyat aql. Milliy ruh degan bir millatning axloqi, jasorati, kayfiyati, salobati va kishilik turmushi orqali ifodalanadi. Bo'libmi o'ng'izsizlik sharoit va hamma taraf xavfda qolgan ahvolda tamkinlik, jasoratlik, yaramliq, to'xtamay olg'a bosmoq, tiz bukmaslik, bosh egmaslik qatorliq g'ayrat va kayfiyat bilan ifodalanadi. Shuning uchun milliy ruh degan bir millatning taqdirining jon tomiri, bir millatning bir niyat, bir maqsadda bo'lishining muhim halqasi, bir millatning davomlashib avloddan avlodga ulanib taraqqiy qiladigan muhim tuguni. Bu 100 yilga qarasak, birinchi va ikkinchi jumhuriyat vayron bo'lib, uning paydo qilgan bo'ron chapqinlari, shiddatli to'lqin iqimlari va ko'tarilgan cho'qonlari tarqab tinchlab ketdi. Shundaqla zaminni texmi qor bulut qoplab ketdi. Lekin bu ikki jumhuriyatning ro'yi Uyg'ur xalqining vena tomiridagi qon iqimiga aylanib, mustaqil harakatining o'rkashlab jush uradigan Uyg'ur millatining yangi davrdagi milliy ruhi va milliy harakati ikki koordinat o'qlarga aylandi. Mushu ikki jumhuriyat ro'yining ruhlantirish va rag'batlantirishida Uyg'ur xalqi millatini halak bo'lishidan qutuldirish, millatining taqdir qimmatini qo'g'dash, millatida uyushqoq va jangovarlik yaratib, tajovuzchilarni qo'g'lab, mustaqillikni asliga keltirish harakatini zodi to'xtatmadi. Mana bular bo'lsa Uyg'ur milliy ro'yining varisliqqa g'o'chilari. Ikki jumhuriyat halak bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning jo'g'rafiya ro'yining ko'rsatkich chirqi bo'lib tiklandi. Buni qayta tiklash Uyg'urlarning e'tiqod ro'yiga aylandi. Bu jarayonda Uyg'urlar qanchalik mag'lubiyatga uchirdi, qanchalik jafo mushaqqat va xatarlik bosqichlarga duch keldi, qancha qitim ichidan chiqqan sotqinlarning xoinligida vayron bo'ldi, qancha qitim suvda eqib, o't kuyib, qumlarga ko'milib qoldi, lekin Uyg'ur xalqi zodi bosh egmadi. Irodasidan yonmadi, nishonidan voz kechmadi. Har bir mag'lubiyatdan keyin botirlar tarbiyalandi. Har bir azob oqibatni bir cheniqishga aylantirib, dunyodagi eng vahshiy Xitoy kuch oldida o'zini tamkin tutib, Xitoyga qaytirma hujum qilib, dunyo siyosiy sahnasida Xitoyga qarshi harakatning zarbador ro'tisiga aylandi. Uyg'urlarning bu jangovarligi Amerikaning sobiq prezidenti Georgiy Bush Robiya Qodir xonimni Xitoyning atom bombasidan kuchli deb madhiyalashiga va taqdirlashiga nail qildi. Mana bu bo'lsa milliy ruh, Uyg'ur xalqining milliy ruhi jonliq isboti. Mag'lubiyatdan keyin xatolikni tekshirib, tog'dan do'mlab ketsa boshqadan yomishib, qo'rliq, haqorat oldida ojizlik qilganda, o'z tuyg'u hissiyotini tushirib fursat kutib, fursat kelgan hamon portlab chiqib, mustaqillik uchun to'xtamay intilish. Mana bu bo'lsa Uyg'urlarning milliy ruhi. Mushu ruh mavjud bo'ladigan Uyg'ur xalqini Xitoylar yo'qotmaydi, Uyg'ur xalqi oxiri mustaqillikka erishalaydi. Milliy ruh degan nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi. Navbatdagi vaziyatda Uyg'ur milliy ruhining yadrosi bo'lsa vatanparvarlik. Vatanparvarlik degan necha ming yil jarayonida o'zining qini, jini bilan vatanim degan tuproqda tarbiyalab chiqqan. Tavranmas, uzilmas, xushallik va qayg'usi bog'langan, cho'nqur shundoqli muhabbat, vatanparvarlik degan necha ming yil tarixda ota-bobolari aram elib yotgan, qabristonlikda cho'nqur yiltiz tortib, shu tuproqqa bo'lgan muhabbat daxilsiz, qon qinigacha singdirilgan hissiyat kuch. Uyg'ur milliy madaniyati bo'lsa, Uyg'ur xalqining yiltizi. Uyg'ur milliy ruhi bo'lsa, Uyg'ur xalqining jini, Uyg'ur xalqi mushu milliy yiltizi va ruhiga tayinib, uni qo'ral qilib, uningdan ozuqlanib, millatining mustaqilligi, ozodligi, taraqqiy qilishi va dunyo davlat mashrifida bir o'rin olish uchun qahramonlik bilan avloddan avlodga ulab, tiz bukmay kurash qilib, tillarda doston qilishga arziydigan vatanparvarlik ish izlarini qoldirib ketdi. Uyg'urlardagi vatanparvarlik ruhi, vataniga bo'lgan qizg'in muhabbat va hech qanday kuch uzilmagan mehr,
mustaqil bo'lishga bo'lgan kuchli orzusi va bu orzuga yetaklaydigan qat'iy ishonchi Sharq Turkistonning egilik huquqini va taqdir qimmatini qat'iy qo'g'day oladigan irodasi, o'zining xoinlar va shuhrat uchun vatan sotqanlarga bo'lgan nafratlari, vatan uchun jinini pido qilishga bo'lgan rozilik orqali tovlangan va ifodalangan. Uyg'ur milliy ruh degan bir siyosiy uqum, siyosiy tashviqot va orzu armon bo'lib qolmay, Uyg'urlarning tenida iqiyotgan qini, avlodma-avlod bo'lib kelayotgan tarixiy izi, o'ylash bilan paydo bo'lgan muhabbat tuyg'usini qo'zg'aydigan sezgi, hayvatlik va ko'rkam Tangritog' va Tarim daryosi bilan yo'g'urilib yetishgan bir butun gavda. Vatanparvarlik Uyg'ur milliy ro'yining yadrosi deganim, bu 100 yilda Uyg'urlar Xitoylarning bo'zak, zulm, ezish, ekspluatatsiya qilish, zo'rliq, bosqinchilik, qirg'inchiliklarining dardini tatib keldi va tatib. Buningdan qutulish uchun Uyg'urlar birlikda Xitoyga qarshi turish zarur shart bo'ladi. Bundaq birlik faqat vatanparvarlikni ilhomlantirish va tarbiyalash orqali yetishib chiqadi. Turkiyadagi ba'zi doktor ziyolilarning Uyg'urlar birlik tashviqot qurib chiqishga qilgan chaqiriqi vatanparvarlik birlik sab qurishning jiddiy zarurligini va ehtiyojini bizning oldimizga tashildi. Uyg'ur milliy ro'yi bir abstrakt uqum emas, bir xiyoliy o'ydirib chiqarilgan rivoyat cho'chakmi emas. U ming bir kechining hikoyasimi emas. U tiz bukmas, bosh egmas, xo'rliq nomusni qabul qilmay, qon bilan go'shtni istikam qurib, tajovuzchilar bilan kurash qilib yezib chiqqan hayajon va tantanlik jangovarlik naqsha. Uyg'ur milliy ro'yi tarixdan tartib Uyg'urlarni harakatlantiradigan, ilhomlantiradigan, qo'zg'aydigan, vijdonini qaynatadigan, jigarlik, jasoratlik va farosatlik qilib tarbiyalaydigan, millatparvarlik va vatanparvarlik bilan aniqlanadigan bir muqaddas ro'yi terak. Mamtili apandi bu ruhni mundaq tasvirlagan. Ey ona yer, ko'zlaringda umid parlar har zaman. Ustingdadir goyi tutuq, goyi ro'shan ko'k osmon. O'tdi tarix, o'tdi yillar, istibdodlar o'tdi ko'p. Jang chilishlar yolqonida chiqdi sonsiz qahramon. Ey ona yer, pak muqaddas senda bizning jonimiz, sevgi mehring va sutingdan bitdi bizning qonimiz. Bugungi kunda Uyg'ur milliy ro'yi nurg'un shaxslarning o'z nafsidan kechib, ulug' iftixorlik so'z va ilmlardan bizga shonliq she'rlarni yezib beryapti. Men turishliq Amerikadagi Uyg'urlardan bir necha misol olay. Bütün jeni, meli va oilasini qurbon qilgan 70 yoshdan oshgandimi tapini to'xtamay Uyg'ur da'vosi qilayotgan Robiya Qodir xonim bu milliy ruhning eng shonliq misoli. Hukumat doiralari necha qitimlab ko'zi silib akasimi to'xtamay Amerika Davlat Majlis binosi va Oqsaroy oldida 2 yildak namoyish qilib, 100 ming imzoni Oqsaroyga kirgizgan Solih Xudoyor. Xitoyning elib borgan ro'yi qirg'inchiligiga bosh egmay, Sharq Turkiston ahvolidan to'xtamay xabar bergan Erkin Osiyo radiosining muxbiri Gulchehra Xo'ja. Amerikadagi Uyg'ur davosining ilgarilishiga tarixiy xarakterlik to'kib qo'shgan Mehrgul Tursun. Sharq Turkiston ahvolini va davosini ko'p tillar bilan o'zgacha va unumlik ilib ketib qolgan Toyir Emin. Xitoy medialarida ilib qolgan suhbatlarda Xitoy riyosatchilarining ko'ziga qarab turib mardonlik bilan Xitoy tajovuzchi deb so'zlagan Ilshot Hasan. 70 ming dollarga mustaqillikni sotmayman deb netning pulini rad qilgan Anvar Yusuf. Massachusetts shaharlik davlat binosida Sharq Turkiston bayrog'ini lapildatgan Maysa Mutallipova. Amerikadagi 30 dan ortiq shtatlarga berib Sharq Turkiston ahvolidan doklad bergan Oydin Anvar. Onasining yangi turmadan chiqib, og'riq yotgan sinalg'u lensini ko'rib irodasidan yanmay Xitoyga jang e'lon qilgan Firqat Javdat. Bir umr Sharq Turkistonning mustaqillik uchun qalam tavratgan va hayotini fido qilgan marhum Oblikim Boqi yana nurg'unlagan davosida harmaytalmay ish qilayotgan Uyg'urlar. Uyg'urlarning mustaqillik ro'yi hozirgacha davomlashib keldi. Xitoylar bu ruhni yo'qotish uchun oxirgi hujumni boshladi. Uyg'ur xalqining yo'qolib ketish ehtimolligini bizning oldimizga bir haqiqat qilib tashlab qo'ydi. Lekin dunyo vaziyatimi Uyg'urlar tarixida bo'lmagan yaxshi vaziyat yaratdi. Agar biz mushu vaziyatdan foydalanib, Uyg'urlarning mustaqil ideologiya ro'yini dunyoda tiklamasak, mangu tiklay olmasligimiz mumkin. Uyg'urlarning milliy ro'yi ya yo'qolib ketadigan yoki boshqadan sog'lom o'sib,
dünya milletler bağçısida içilip kuşpurak çaçıdığan töt koçu eğizgi kep kaldı. Dünyadaki Uyghur teşkilatlar birlikki kelip bu milli ruhunu kutuldurduğan ve kuş kuvvet beradigan yetakchilardan bo'lamdi yoki Uyg'ur milliy ro'yining tarixiga chekit urib tamom degan so'zni yezib arxiv ishkoplarga selib o'tamdi. Abdurahim O'tkir haqiqatan ulug' shoir ekan. Uyg'ur ro'yini u dedi yoq degan bu oddiy so'z bilan ommabop va romantik tasvirlabdi. Bu she'ridagi bir necha kuplet bilan bu yozmamni oxirlashtiraman. Dedim boshingdagi dedi hijrondir. Dedim yalqın saçar, dedi sözümdür. Dedim deniz nedir, dedi kalbimdir. Dedim volkan mı sen, o dedi yak. Dedim zincir turar, dedi boynumda. Dedim ölüm bardır, dedi yolumda. Dedim bileyzikçü, dedi kolumda. Dedim korkar mı sen, o dedi yak. Dedim niçin korkmaysan, dedi Tanrım var. Dedim yanıçı, dedi xalqim var. Dedim yana yo'q mu? Dedi ruhim var. Dedim shukran mı sen? O dedi yoq. 2020 yılı 30 may Amerika.